Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning asoratlari. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh genetik muammolarga olib kelishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, bunday nikoh natijasida tug'ilgan bolalarda irsiy kasalliklar xavfi ortadi. Bu jiddiy asoratlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Genetik kasalliklar, tug'ma yurak nuqsonlari, karlik, ko'rlik va aqliy zaiflik ehtimoli oshadi. Homilaning nobud bo'lishi, qon qarindoshlik natijasida homilaning tushishi yoki o'lik tug'ilishi xavfi yuqori bo'ladi. Immunitet zaiflashishi, bolalar turli kasalliklarga moyil bo'lishadi, chunki ularning immun tizimi sustlashadi. Rivojlanish muammolari, jismoniy va aqliy rivojlanishda orqada qolish, o'qish va idrok qilish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi. Choralar: ilmiy jihatdan xavfni tushuning va qaror qabul qilishda mas'uliyatli bo'ling. Nikohdan oldin genetik maslahat oling. Sog'lom avlod uchun yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohga yo'l qo'ymang. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.